ikkita qizim bor, o'g'il farzand ko'rmoqchiman. Shunga nima qilsam bo'ladi? Xo'p, farzand jinsi avvalo Allohdan. Shu narsani ayollarga tushuntirishimizga qaramasdan, nimadir tavsiya bering, harakat qilib ko'raylik deb aytishadi. Birinchi beradigan tavsiyamiz aynan ovulyatsiya kuni aloqa qilish. Chunki o'g'il jinsini ta'minlovchi Y xromosomali spermatozoidlar X xromosomalilarga nisbatan tezroq harakatchan va yashovchanligi kamroq. Shuning uchun ovulyatsiya kuni aloqa qilish tavsiya qilinadi. Ikkinchidan, ushbu juftliklarga yallig'lanishga qarshi davo muolajalari tavsiya qilamiz. Chunki shamollashlarda davolangandan so'ng o'g'il bo'lish ehtimolligi balandroq bo'ladi. Uchinchidan, ushbu ayollarga fizioterapiyaning issiq muolajalari tavsiya qilinadi. Bu ham o'g'il jinsi bo'lish ehtimolligini oshiradi. To'rtinchidan, o'g'il jinsini ta'minlovchi spermatozoidlar harakatchanligini oshirish maqsadida qizil go'sht, banan, quritilgan xurmo, tuxum, ayniqsa bedana tuxumlarini ko'proq iste'mol qilish tavsiya qilinadi. Va beshinchisi, qon yangilanish nazariyasi, ya'ni erkaklarda har 4 yilda, ayollarda har 3 yilda bir marta qon yangilanadi degan ba'zi bir nazariyalar bor. Ya'ni kimda qoni yangi bo'lsa, o'sha jins bo'lish ehtimolligi balandroq bo'ladi. Ushbu maslahatlar hech qaysini qilmasa ham o'g'il jinsiga erishganlar soni juda ham ko'p. Shuning uchun bu shunchaki tavsiya.